chiqma deb belgi beradida insonga shunaqa belgi beradi. Siz shu mashinaga borishga, minishga qandaydir ko'nglingiz bo'lmaydi, nima uchunligini o'zingiz bilmaysiz, yoki bo'lmasam biron bir joyga boryapsiz, o'sha joyga nimagadir siz borgingiz kelmaydida, ko'nglim tortmayapti, oyog'im tortmayapti degan gaplar gapiramiz-ku. Nima uchunligini o'zimiz bilmaymiz. Agar bilsangiz, bilasizmi, o'shanda odamning ichidagi qalbi unga signal beradi. Har doim insonning qalbi unga gapiradi. Bizning yoshligimizdan bizga qalbimiz gapiradi. Beqa borma, eqa bor debdi. Misol uchun qalbimiz bir joyga shunaqangi talpinadi. Nima uchundir o'sha joydan qanaqadir o'zimizga dars olib kelamiz-da. Nima uchundir ayrim joylarga borgimiz kelmaydi. Qanaqadir u yerda bizni energetik bizni kirlaydigan joy bor. Shunaqa uylar yoki shunaqa joylar borda, insonni energetik kirlab tashlaydi. U yerdan kelgandan keyin odam shunaqa charchaydi, bosh og'riydi, o'zi 1 soat, yarim soatga borib kelsa ham bosh og'riydi, qanaqadir holsizlik his qiladi, shunaqa. U yerda shunaqa emotsionalniy, hissiy, ko'proq nafrat, alam, shunaqa past vibratsiyali hislar chiqarilgan joy bo'ladi-da. Shunaqa joy bo'ladi yoki shunaqa uy bo'ladi. Ayrim insonlarning uyiga borgimiz keladi, ayrimlarnikiga borgimiz kelmaydi. Bilsangiz agar insonda qalb ochiq bo'lsa, qalbini eshita oladigan, o'zini mana shu qalbiga quloq solib yashaydigan inson bo'lsa, mana shu narsalarga e'tibor beradi-da, Shuning uchun juda ham o'sha qalbimizga e'tibor berib yashashimiz juda ham muhimda. Endi qarang, mana bu yerda shunaqa bo'ladiki, bu signal beradi, bunga minma, bunga chiq deb. Agar insonning energetikasi shunaqa kirlanib ketgan bo'lsa, mana kirlanib ketgan energiya, kirlanib ketgan mashinaga tortiladi, o'zidan o'zi. Tortiladi va keyin bu yerda shunaqa bo'ladi. Baxtsiz hodisalar, boshqalar hammasi o'zidan o'zi, tasodifan baxtsiz hodisalar bo'lmaydi opa. Tasodifan kasalliklar bo'lmaydi opa. Shunaqa bo'ladiki, borliq shunaqa to'g'rilaydiki, bu kirlanib ketgan, haddan tashqari kirlanib ketgan insonni mana shu avariya orqali ketkazadi, chiqarib yuboradi, hayotdan chiqaradi. Agar bilsangiz, shunaqa anavlar borki, polni oilasi bilan eshitib qoldim-da, men anavda ketyapman. Oilasi bilan anaqa bo'lib ketgan. Avariya bo'lib o'lib ketgan. Даже qo'lda kichkina bolachalari ham bo'lgan. Даже uni kirlanib ketgani bizning shunaqaki, bizning auramiz faqatgina o'zimiznigina kirlab qolmaydi-dagin, butun oilaga ta'sir ko'rsatadi. Butun oilani kirlashi mumkin. Shunaqa. Ana endi kasalliklar qanaqa bo'ladi? Kasalliklar ham xuddi shunaqa. Mana bu kirlanib ketgan auramiz, biz agar e'tibor bermasak, o'sha butun hammani ayblab yashasak, kimlargadir yaxshilik qilishing kerak degan o'zi borliq signallar beradi, yoki ehson qilishing kerak, kimgadir yaxshilik qilishing kerak, kimgadir yaxshi gapirishing kerak. Muhtoj insonlar kelib qoladi yoki uningizni so'rab, buni so'rabdi. Agar bor bo'lsa ham bermasdan uni yashiradigan bo'lsak, qizg'anchiqlik qiladigan bo'lsak, bu